Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xudo xolasa bu konteyner kataloğumuzdan bitirib oldik. Gazni yoqib berdik. Yine kataloğumuz temperaturasi 50 gradus bo'ldi. Bunda gaz yanib turibdi. Hozir ikkinchi konturimizni ko'rsatamiz sizlarga. İkinci konturumuzda soğuk suv V'dan giradi, issiq suv V'dan chiqadi. Hozir birinchi soğuk suvun temperaturasini o'lchab ko'rsatamiz, keyin qizgan suvni bir qator ko'rsatamiz. Maşalanken soğur. Tutuver. Aç sabır. Ne görüşünüz mümkün? Suyumuz soğuk su. Hiç qanday su chiqib turgan yo'q. 15 gradusda suyumuz temperatürası. Oldu ulan. Oldu, aç. Bir yerden girip bir yandan bir su olup çıkardım. At sana. Kuzatuvchilar, kataloğumuz temperatürası 50 gradus edi, 40 gradus issiq suv polni chiqarib qaytdik. To'xtamang. Ko'rishingiz mumkin. Başlayana 40 gradusdan yuvinmoqqa issiqlik beradi. Ücretsiz çıkarıp kaçtık tabii İstanbul'da. Bu kataloğumuzu bemalol yazdan faydalansa boladı.